Pul esa Abdusamad aka, mana mashinani ham nomingizga o'tkazib oldik. Qolgan mingni 2 oyda bo'lib bersangiz bo'ldi. Ishondim aka. Mani pulim emas bu. Tanishimni olib beraman. Uyaltirib qo'ymasdan. Mana aka, nasiyaga iPhone'ingiz hammasi tayyor. Alkoyat qo'ymadim. Korobkasini ham berardim. Tanishimizga-yu. To'lovdan vaqtida qilib bersangiz bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Ko'rib turgan insonlaringiz hammasi ishonch bilan ishonib ish qilishdi. Lekin haqdorlar bunaqa vaziyatda ko'pincha aldanib qolishadi. Ammo puli ajoyib yechim qilishdi. O'sha ishonch o'z yo'liga, lekin hisobdan ham bitta shartnoma qo'yaylik. O'rtada yomon qolmasin aka. Qara, oqibatimiz yo'qolmasi uchun shartnoma qo'yaylik. Hisobdan 2 minut vaqtimiz ketadi. Lekin aka, bitta hisob orqali nasiya shartnomasini tuza olamiz. Bu insonlarning barchasi hisob orqali aldanib kuyib qolishdan o'zini saqlab qolishdi. Ya'ni hisob ilovasi bu qarz, oldi berdi, nasiya shartnomalarini tuzishda sizga yordam beradi va unda scoring tizimi mavjud. Ya'ni agarda qarzdor o'z qarzini vaqtida qaytaradigan bo'lsa, uni tizimdagi foydalanuvchi sifatida reytingi oshadi. Agar vaqtida qaytarmaydigan bo'lsa, tushadi. Agar umuman qaytarmaydigan bo'lsa, ushbu tuzilgan shartnoma orqali sudda dalil sifatida siz o'z haqqingizni bemalol undirib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelishuvda 2 daqiqa vaqtingizni ayamasdan aldanib qolish ehtimolini hisob bilan kamaytiring. Ushbu ilovani esa App Store yoki Play Marketda bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Hisob 2 daqiqada yuridik kuchga ega adolatli shartnomalar.